Aka, bitta oz yaxshi ko'rgan qizimga telefon qilib, hol-ahvol so'rab olay, keyin ketamiz. Yaxshi ko'rmaydi sen, nima qilasan? Hozir telefon qilaman, ko'rasiz aka, yaxshi ko'rishini. Davay. Qarab turing. Allo. Hayotim yaxshimisan? Kasalmisan? Sog'inib telefon qildim-da, ishdan chiqdim. Telefon qiling. Kasalmisan, doriga pul beraymi? Qanaqa pul? Shunaqa pul. Pulni berishmi? Ozgina sabr qilib tur, sharoitni to'g'rilab olay. Hammasiga birga erishamiz. Sharoit bo'yicha ketaman. Yani yaqin o'rtoqlarimga telefon berdim, qachon narsa berganingizni so'raysiz? Xo'p, hamma narsaga sabr qilish kerak-ku. Ikkalamiz baxtli bo'lsak, hamma yo tushundim. Baxtimizni pulga sotib ola olmaymiz-ku. Sabr qilish bilan hech narsa bitmaydi. Hozir vaqtim yo'q edi. Tushunmadim. Ko'p qo'ydim aka. Erkak kishini sindiradigan narsa shu bo'lar ekan.